Qadrdonlar, assalomu alaykum. Chuqurg'onda yana bir xonadonimizni ishini boshlaganmiz. Bizni kuzatishda davom etinglar, xudo xolasa. Sizlarga tunuka ishlarimizni ko'rsatib boramiz. Kimda shunaqa tunuka ishlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlarimizni ekranga qo'yib qo'yamiz. Video davomida sizlarga necha pul qilayotganimizni aytib o'tamiz. Qadrdonlar, Chuqurg'ondagi ishimiz xudo xolasa boshlandi. Ko'cha tomonimiz shapkasi bo'ladi. Tarnovlarni olib boramiz. Faqat ko'cha tomonida tarnov bor. Va kirganimizda darvozaxonamizni, xudo xolasa darvozaxonamizni ham chiroyli ko'rinishda qilib beramiz. Bu joyimiz rosa tushdi chiqdi. Hamma yo'g'i joy-joyida. Xudo xolasa bu tomonlarimizni tekis qilib olib o'tib ketamiz. Narigi tomonga ulab, narigi tomonimizni bitta qilamiz. Past tomonni o'zida ko'rib bo'ladi xolos. Xudo xolasa bizga ishani topshirilgan ishlarni qo'ldan kelgancha chiroyli qilishga harakat qilamiz. Ertaga misol ko'rganingizda ham xudo xolasa patologingizni pulingiz o'zi mana shu patologiyada turadigan qilib xudo xolasa qilib beramiz. Xizmatimiz vodiy bo'ylab 120 mingdan 140 ming so'mgacha qilib beramiz. Bu xonadonimizga 04 listimizdan ishlatganmiz. 03 bor, 035, 037, 04 listlarimiz bor. Bu xonadonimizga 04 listimizdan qilyapmiz. Vodiy bo'ylab masofani farqi yo'q. O'zimiz vodiyda Andijondanmiz, Andijondan Asakasidanmiz. Xizmatlar kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa siz bizga bergan ishonchingizni xudo xolasa oqlashga harakat qilamiz. Har tomonlama. Bu tomonimizni shapkasi bo'ladi. Polni ichkari tomonda, nari tomonda ham shapkamiz bor. Bu tomonimiz gipsakardon bo'lib ketadigan bo'lgan. Bu joyimizni ko'rib qilamiz deb turibmiz, hozir aniq emas. Agar gipsakardon bo'lsa, gipsakardon qilib beramiz. Va bu tomonimiz ham bo'ladi. U narigi chekkagacha shapkamiz. Keyin yana bitta narsa borki, bitta ozgina muammochi bor bizda. Mana bunaqa naves qilyapmiz ko'pchilik. Navesni shapkaga mana qilib tayyor qilib yuboryapmiz. Patologimizga mishat qilib qoladi-da bu. Xalaqit beradi patologimizga. Shuning uchun imkon qadar buni mono tomonni tushirmasdan to'g'ri qilib yo starapiyaga qilib qo'yish kerak yoki tomni tepasiga qilib qo'yish kerak. Shunda patologimizga mishat qilmaydi. Qanaqa patologiya bo'lishidan qat'iy nazar, tunaka formni misol dekor plas qilasizmi? Qanaqa holatda bo'lsa ham patologiya baribir ham bunimiz xalaqit qilib qoladi. Shuning uchun yo tepasiga olib o'tib ketish kerak yoki mustarapiyalardan sal to'g'riroq qilib qo'yish kerak. Bu joyimizda. Keyin patologiya kesilmaydi-da. Chiroyli holatda, o'zini yo'qotmagan holatda bo'ladi peshonasidan boshlanib. Endi bu joyimizga iloji yo'q, bu joyimizga bitta qosh qo'yamiz. Keyin patologimiz mashq teritoriyadan boshlanib chekkagacha bo'ladi. Xudo xolasa shunaqa holatda, shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bizni kuzatishda davom etinglar, xudo xolasa. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlarimizni ekranga qo'yib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.